Havzu Kavsar suvini ichmoqchi bo'layotgan odam har qanday holatda biz muhtaram jamoat uzrni qabul qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga ahli kufrdir, mushriklardir kelib uzr aytishgan bo'lsa, va yaqbalul ma'zirata va la yuqabilu ahadan bima yakrah. Mavludi sharifda mana shu baytni matnda o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning odatlari uzr aytsalar, uzrni qabul qilar edilar. Biror bir o'rinda unga bir qarshi chiqib turmas edilar, uzrni doim qabul qilardilar. Havzu Kavsar suvini ichmoqchi bo'layotgan odam har qanday holatda biz muhtaram jamoat uzrni qabul qilishimiz kerak. Otamizni, onamizni, bizni haqqimizga yomon gap gapirsin, boshqa bo'lsin, lekin hamma narsani Xudoyo taolo dunyoda shunday belgilab qo'ygan. O'ylamang, bizni haqqimizga gapirgan odam bu yerda tekis ketavermaydi. Birinchi navbatda pushti kamaridan bo'layotgan avlod buziladi. Ahli ilm, ahli Qur'onda ustidan yomon gap gapirsin. Xudoni do'sti bo'lib turgan odamga yomon gap qilsa, zurriyot buziladi. Endi u odam haligi buzuq odam kelib turib sizga uzr aytsa, haligi buzuq odamning gapini, uzrini qabul qilish musulmonning bizni vazifamiz. Kechirdim, gap so'zi yo'q deyish kerak. Biz haligi buzuqni gapirgan gapini, uzrini qabul qilsak, Alloh bizni tavbamizni qabul qiladi. Xudo bizni o'ziga yaqinlashtiradi. Xudoning do'sti bo'lishlikka sababchi bo'lar ekanmiz inshaalloh, bir uzrni qabul qilishlik tufayli.